Bolalar, men o'sha sizlar bilgan, sizlar tanigan Rayir bo'ladi. Uzr. Kim bil, hozir men mana shu qishloqqa ko'chib kelmoqchiman. Oldingi qishlog'imga zombilar hujum qilgandi, shuning uchun bu yerga ko'chib keldim. Agar avvaldingi qishlog'im haqida video chiqishini xohlasanglar, shu videoga 10 ta like qo'yib beringlar, iltimos. Unda biz ketdik. Mana shu qishloqni topib oldim. Endi 8 tagina nom bor ekan. Shuni yeb olay. Yugurishimiz kerak. Yo'lakay. Birinchi bo'lib qishloq meridan so'rash kerak-da. Buyurun. Voy. Bu yerda yo'l yo'q ekan. Hoy qishloqqa. Shoshma. Qishloqqa meringiz bormi sizlarning? Ha, merimiz bor. Men shu tomonga yursang, shu joydan chiqadi. Rahmat. Yordamingiz uchun. Shunbikin? Ha, mana mer. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, isming nima? Ismim Rayir. Nima maqsadda keldik bu yerga? Men sizlarning qishloqqa ko'chib kelmoqchidim. Ko'chib kelish? Unda sen menga zig'rat berishing kerak. Necha stak? Eng kamida 1 stak. Voy, menda zimrat yo'q-ku. Endi sen unisini bilmayman. Sen menga 64 ta zimrat olib kelsang, men senga shu tomondagi uyni beraman. Ha, mayli, xo'p, rahmat. Endi qayerdan topishni bilmasam kerak-ku men. Endi men unisini bilmayman. Bor, ketaver. Ha, rahmat. Voy. Bolalar, mana o'zingiz eshitdinglar. Endi biz mana shu millionerlardanmi, kimdan bo'lsa ham bir stak zumrat olishimiz kerak. Men hozir bolalar videoni shu joyini qirqaman. Nimaga desa, men nargilardan zumrat topishim kerak. Unga sizlar zerikib qolishinglar mumkin. Bolalar, mana men videoga qaytdim. Men zumrat topdim. Albatta 1 stak. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana shu zumratlarni hozir men merga beraman. Unda ketdik. Bu yerni yo'lni ham tuzatmaganlar ekan. Assalomu alaykum. Nima kerak yana senga? Men zumratlar topib keldim. 1 kun deganda. Unda bera qol. Sen mana shu qishloq chetiga borsang, shu yoqda bitta uy chiqadi. Shu uy seniki. Mayli, rahmat. Zumratlarni oling. Qani ketdik bolalar. Qaysi uyni aytgan? Creeper.
Menimcha u mana shu uyni aytgan. Shu uy deb o'ylayman. Hozir uyni obzor qilamiz. Mana uy. Wow. Menimcha bu oshxona. Bu stollar. Bu patinkalarni ichadigan joy bo'lsa kerak. Wow. Televizor. Gilam ham bor ekan. Voy. Bu yerda ochiq havoni ko'rish uchun joy. Bu yerda deraza. Bu yerda yana bitta televizor. Bu yerda esa yotoqxona. Sandiq ham bor ekan. Voy! Merning narsalari o'xshaydi. O'rgimchak. Ishtillar ham bor ekan bu yerda. Endi bu meniki. Ertaga bu uyga merga aytaman. Bu yerda narsalaringiz bor ekan deb aytaman bolalar. Shu bilan bugungi videomiz tugadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, aytgancha kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Iltimos sizlardan. Bu uyda endi har doim vijvaniya qilaman. Video boshida aytganimdek, oldingi qishlog'imga zombilar hujum qilganini videosini chiqarishim uchun menga 10 ta like kerak. Sizlarning podpishkalaring. Unda biz videoni tugatdik.